Biz urug' yo'llarni qidirib turibmiz, lekin urug' yo'llar asosan topilmadi. Bemor farzandsizlik bilan shikoyat qilib borgan, tekshirtirgan, azospermiya bo'lgan va uni doktori mikrotreza qilgan, ya'ni spermatozoidlarni qidirgan va spermatozoid topilgan, yaxshi bu. Lekin bir operatsiya vaqtini o'zida spermatozoid bormi, yo'qmi va bundan tashqari urug' yo'llarini o'tkazuvchanligi bormi, yo'qmi tekshirib ketsa bo'lardi. Bu bitta operatsiyani o'zida qilsa bo'lardi, lekin bu qilinmagan. Bemor bizga keldi, operatsiya qildik, reviziya qildik, tekshirganda ikkala moyagida ham urug' yo'llari yo'q. Umuman yo'q. Bu narsa posttestikulyar azospermiya deyiladi. Ya'ni spermatozoidlar harakatlanishi kerak bo'lgan yo'l yo'q, afsus. Agarda bo'lganda biz uni o'tkazuvchiligini tekshirardik. Tekshirganda agar o'tkazuvchiligi bo'lganda vaziy epidemiya anastomoz operatsiyasini bajarmoqchilik, afsus, bu anomaliya hisoblanadi, ya'ni ductus deferensni aplaziyasi hisoblanadi. Shuning uchun shunaqa hammaga har xil sinov keladi. Agarda sizlarning qaysi tanishinglarda farzandsizlik bilan shikoyatlar bo'lsa, farzandsizlikdan qiynalib yurgan bo'lsa yoki azospermiya bo'ladigan bo'lsa, mana shu videoni yuborishinglarni maslahat bergan bo'lardim. Tushuncha o'ziga hosil qilsin.